Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Sharqiy Osiyo, Tinch okean va Xalqaro tor bexatarligi komiteti 9-aprel kuni tushdan burun direksion zalida maxsus guvohlik berish yig'ini ochib, Xitoyning inson haqlari, demokratiya va qonun orqali idora qilish sohasidagi ifodalariga yana bir qatim qarab chiqdi. Bu qatimqi guvohlik berish yig'iniga Kengash palata a'zosi Corey Gardner riyosatchi bo'ldi. U oldi bilan so'z elib 2018-yili rasmiy qonunga aylangan Osiyo ishonch tashabbusi qonun loyihasida aniq qilib, inson haqlarini himoya qilishning Amerika tashqi siyosatida muhim o'rin egallashi ta'kidlanganligini, shuning uchun Amerikaning inson haqlari dafsanchiligi eg'ir bo'layotgan Sharqiy Osiyo rayonidagi masalalarga yaqindan ko'ngil bo'lib ketayotganligini bayon qildi. Orqadan bu jihatdagi dafsanchilikning yaqinqi ahvolini bayon qilishga taklif qilingan 3 guvohni tanishtirib o'tdi. Corey Gardner shu qatorda mazkur komitetning hay'at a'zosi, Kengash palata a'zosi Edward Markeyni ichilish nutqi so'zlashga taklif qildi. Edward Markey nuqtaliq qilib, Amerikaning tashqi siyosatida inson haqlari masalasining izchil muhim o'rin egallashi lozimligini so'zlab kelib, inson haqlarini himoya qilish bilan Amerikaning siyosiy, iqtisodiy va harbiy bexatarligini qo'g'dash bir-biriga daxli qiladi. Tarix bu to'g'riliq bizga aniq qilib, yo'q deb javob berdi, deb ko'rsatdi. Edward Markey o'z so'zida bu qatimliq guvohlik berish yig'inining ovozsizlarga ovozini chiqarish fursati berish so'rini ekanligini, Amerika hukumatining o'zi qilishga tegishli bo'lgan inson haqlarini himoya qilish sohasida davomli o'z burchini ado qilishi lozimligini ta'kidladi. U buningga ulabla navbatda Xitoy hukumatining yuqori fan texnikadan foydalanib, butkul Uyg'urlar diyorini mavhum turmaga aylantirib bo'lganligini, allaqachon $1 ortiq Uyg'urning lagerlarga qamalganligini, yana kelib Xitoy hukumatining bu vaqtdagi reallikni oshkorlamoqchi bo'lganlarga har xil usulda tahdid silayotganligini, bu xildagi tahdidlarga uchrayotganlarning Amerikada xil ko'p ekanligini bayon qildi. Guvohchilarga so'z qilish fursati berilganda oldi bilan Uyg'ur siyosiy faoliyatchi Roshan Abbas so'z elib, o'z qarindoshlarining hozir yuqori pallaga chiqayotgan tarbiyalash markaziga yo'llash harakatining qurbonlariga aylanayotganligini, buning eng muhim sabablarining biri hozir o'zining Amerikadagi so'z va fikr erkinligi haqlarini joriy qildirib, Uyg'urlarga munosabatli faoliyatlarda aktiv bo'lganligidan Xitoy hukumatining o'ch elish ko'yida bo'layotganligi ekanligini so'zlab o'tdi. Shuningdek, mushu qatorda 100 minglab lagerlarga qamalayotgan Uyg'urlarning xuddi o'z qarindoshlariga o'xshashla jismoniy, ruhiy va moddiy jihatdan og'ir qiynoqlarga duch kelayotganligini, bu kishilar orasida Amerika fuqarosi bo'lgan ko'plagan Uyg'urlarning necha o'nlab urug' tuqqanlari borligini, jumladan bugungi guvohlik berish yig'iniga kelgan Ziba, Rishad Abbas, Zaynab Ablajon qatorliqlarning hammasining mushu xildagi hissiyotning sohiblari ekanligini, buning hozir chet eldagi barliq Uyg'urlarga o'rtaq ekanligini ta'kidlab o'tdi. U yana navbatda lagerlarga qamalayotgan millionlagan Uyg'urning birli gunohi faqat ularning Uyg'ur va musulmon bo'lganligi ekanligini, ularning madaniyati va diniy sohasidagi barcha mazmunlarning yo'qlayotganligini, Xitoy hukumatining insoniyatga qarshi jinoyat deb tasvirlanayotgan qabih qilmishlari sababli Uyg'urlarning hozir bir inson sifatida mavjud bo'lish haqlarining qolmaganligini so'zlab o'tdi. Roshan Abbas oxirida Amerika hukumatining yer shari magnetik qonunini ijro qilib, Uyg'urlar diyoridagi siyosiy bostirishga javobgar bo'lgan bir qism Xitoy amaldorlarini jazolashni, muhokamaga sunilgan Uyg'urlarga munosabatli ikki qonun loyihasini ma'qullashni, shuningdek Uyg'urlar diyoridagi zulmni dunyoga texmo yaxshi anglatish uchun Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining anglatish vaqtini bir qatlashni alohida talab qildi. Guvohchilardan Xalqaro Tibet harakatining muavin raisi Buchung Sering o'z so'zida Tibetlarning hozir qanday qismatlarini boshdan kechirayotganligi haqida ma'lumotlar berdi. Bu qatimqi guvohlik berish yig'inining yana bir aziz mehmoni Rohingya musulmonlar tashkilotining raisi Ton Kin Apandi edi. U nuqtaliq qilib Rohingya musulmonlarining etnik jihatda qanday qirg'inchiliklarga duch kelganligini so'zlab kelib, dunyoning bu ishlarga qarata bir amaliy harakat qo'llanishi lozimligini ta'kidlab o'tdi. Guvohlik so'zlaridan keyingi savol so'rash bo'lgida palata a'zosi Corey Gardner Apandi Roshan Abbasdan yer shari magnetik qonunni ijro qilish tegishli bo'lgan Xitoy amaldorlarining ismligi bor yo'qligini so'raganda, Roshan Abbas bu ismlikning Amerika tashqi ishlar ministrligiga topshirib berilganligini, uningdagi birinchi nomerli shaxsning Chen Chuango ekanligini bildirdi. Shuningdek, Uyg'urlar duch kelayotgan bostirishni tashqi dunyoning aytlash masalasi haqida savol so'ralganda, Amerikadan boshqa ellarning qanday pozitsiyada bo'layotganligi haqida tushuncha berdi. Yig'in oxirida Rohingya musulmonlar tashkilotining raisi Ton Kin bilan ayrim suhbatda bo'ldik. Biz uningdan Rohingya qirg'inchiligida Xitoy hukumati qanday rol o'ynagan bo'lishi mumkin deb so'raganda, u Xitoy hukumati buningdagi eng muhim omil deb ko'rsatdi. Of course, China's government playing a key role. We have seen China want to invest in Rakhine State, and they want to take our lands, and in our land they want to build up commercial
buildings and invest in our country, and then this is what genocide is for money. That's what the Chinese government is supporting Burmese military and the government, so they can invest in our land. So they have a lot of investment still in Burma, so China playing a key role as a whole Burma's politics and military also. That's what we can see. Biz yana xalqaro Tibet harakatining muavin raisi Bochung Sering bilan bu qitimqi yig'inda muhim temalardan bo'lgan Chen Chuango haqida qisqacha suhbatlashdik. Shuningdek, bir qism kishilarning Chen Chuango Beijingga yo'tkab ketilsa, ishlar biroz yaxshi bo'lib ketishi mumkin deb umid qilayotganligi haqida so'z bo'lganda Bochung Sering Xitoyda yerlikdagi huquqlar bir shaxsning yo'tkab ketilishi bilan markaziy hukumatning siyosatlarida o'zgarish bo'lmaydiganligini alohida ta'kidladi. First of all, I think in China, removing one person from any leadership will not change that policy at all. What has happened is before Chen Chuango, the people of the Uyghur continue to face problem. The Uyghur people continue to face problem. Similarly, after Chen Chuango came from the Tibet Autonomous Region to East Turkestan, he fine-tuned the policies whereby the Chinese authorities are suppressing the Uyghur people the way he tried to do in Tibet for the Tibetan. And so therefore that policy has only been strengthened during his period there. If he is transferred somewhere else, the Uyghur people will find some other person having a different policy which will end up being the same thing, that is suppressing the Uyghur people. Oxirida Roshan Abbas bilan Amerika hukumatini qanday qilib Uyg'urlar masalasida texnik keskinroq biror tadbir elishga debat qilish mumkinligi haqida suhbatlashdik. U bu to'g'riliq so'z bo'lganda muhojiratdagi Uyg'urlarning hozirgi zulm to'g'risida ko'plab sado chiqarishining muhim ekanligini ta'kidladi. Endi buningga bizning Uyg'urlarning qila oladiganimiz yana shu o'tirg'i chiqib, masalan mening hadam tutilib ketdi. Hadam tutilib ketib 5 haftadan keyin men hadamning masalasini o'tirg'i ochib so'zlayapman hamiyada. Buning bilan muxbirlarning diqqati berilib, lekin hukumat doiralarining diqqati berilib, mana bugun meni san'atga isbotlab berishga chaqirdi. Shunga endi qanchalik menga o'xshash va boshqa hozir o'tirg'i chiqib, mening oilamdagilar qani degan shundaq ovozdan qancha ko'p chiqsa shuncha yaxshi. Bo'libmi Amerika grajdanlari? Bizning Amerika grajdani bo'lish suhbatimiz bilan Amerika hukumatiga, Amerikaning senatorlariga, kongressmenlarga bizning talab qilish haqqimiz bor. Bu bizning Amerika grajdani bo'lish bilan asos qonundan bizga berilgan haq huquqimiz. Mushu haq huquqni butun Amerikada yashayotgan Amerika grajdanlari cho'qim shuni ishlatish kerak. Bu qitimqi yig'inga har qaysi axborot vositalari, Amerika hukumatining munosabatli xodimlari va har soha kishilari qatnashdi.